Boy odam bo'za qilishni biladi. Shu emas bu. Elala, yeni neşpüt. Yeni üzülgen neşpüt. To'xta. Oycan. Neşpütne gel. Tez bo'la. Mayli. Bay hocam, sizle neşpütni bekar yendi la. Men degan xon jamiyatidan sening yuzingni qilib neşpütni yedim. Sen men qo'g'in sovuq qilib rahmat insong bo'ludi texi. Nomussuz. Aliylari o'zlarini besivaslar. Boy xon jamiyatidan bo'ldim deb fuqarolarni texmi bo'za qilib turibdi. Aliylari oltin tanlarini asırsızlar. Şahim, Hanish. Nasriddin, dal vaqtida kelding. Aliylarining yaqindan bo'lgan kayfiyati yaxshi emas. Aliylari Aliyani tuqunim desa, boyining texmi askilik qilishidan, demaydiz ajdodlarga yuz kelmaslikdan ansiravatidi. Sen tez amal o'ylab baqsang bo'pti-ka. Xotirjam bo'slar. Men cho'qim boyni o'z roziligi bilan bu ishdan voz kechtirman. Apa bu nim qildim? Turdi. Xorazmonga da xon jamoat turib xoraz o'ynasam qandoq bo'ladi, ha? Mening yaqin do'stim tursa. Turdi, ikkimiz birga o'ynaylik. Qaytib ket. Nerede xon jamoatda qalandarlar bilan birga o'ynaydigan ish bor? Ali hamma? Kim sening hammankan? Biz degan hozir xon jamoati. Tez men salom qilmay qarab tursan-ku. Apa, aç qantla kimningdir? Qani, nerede? Ha? Turdi! Seningdek Ahmad ko'mabdikanman. Xon jamoati bo'lish nima degan yaxshi. Men bo'lay debmi bo'lamayman texi. Sening bog'ing bos bo'lavergan, lekin mening bog'im yo'q. Xo'rizon, biz endi qandoq qilamiz? Xon jamoatida odami bo'lsam, sen bilan birga o'ynayolmayman. Agar Turdi o'rdaga kirib ketsa, biz bilan o'ynayolmaydi. O'rdadagi qoidalar behtolla. Qoida. Ha, to'g'ri, men topdim. Shayim. Shoh oliylari Selimboy bilan Oliya ko'rishishni iltimos qilib ketdi. Dal vaqtida kelibdi. Tez kirsin. Sal turib o'zlarini tushiramiz-la yana. Begim. Nima qilyapsizlar? Tez bo'lsizlar. Shohimga salom. Hammamiz o'z odamlar. Salom qilmasanglar bo'ladi. Tez o'ltiringlar. Xon jamoatidan salohiyatlarni unutib qolibsizlar. Ya tiktirsizlar, ya o'ltirsizlar. Ma'qul xotin. Bu tuqqanlik munosabatini e'tirof qilgandan keyin ishlarni o'rda qoidasi bo'yicha bartaraf qilish kerak. Shundoq bo'ladi, Halillar. Bundan keyin Oliya o'rda tursin, uyga qaytib ketishga bo'lmaydi. Xo'p, Halillar. Kelinglar. Labbay Halillar. Oliyani orqa o'rdaga boshlab chiqinglar.
Boy, Aa. siz xon tuquni bo'lgandan keyin kunda o'rniga kelib ishlang. Do'konni setib eting. Dükkanını setib eting. Yana ko'proq boshlab tursiz. Nima? Nima, qo'shilmamsiz? Yo'q, unda emas. Men hozirla qaytib bejiray. Ali amma. Nasırdin? Bayxo'jamni ko'rgingiz keldimi? Mening Bayxo'jam bilan sizni ko'rishtiradigan amalim bor. Tez men bilan men. Ma'qul. Bayxo'jam ana. Xotin. Xotin. Benim yaxshi xotinim. Begim, mening Isuzada bo'g'im yo'q. Uyga ketkim bor. Orada har qancha yaxshi olsam, yana o'z uyimga yetmaydi ekan. Seni bek sig'indim. Isilzodi bo'lishning buncha avvalchilik ishkaligini qat'iy o'ylamabdim men. Bilgan bo'lsam, hargiz bunday qilmaydim. Bayxo'jam, boshqa ish bo'lmasa men qaytdim. To'xta. Nasrdin, sen aqlli bola. Bir amal qilib Aliya hammani uyga qaytirib olib bergan bo'lsam, yaxshi bo'ladi. Bu ish oson emas, chuma. Turdi, bizni uyda saqlayapti to'xi. Bo'ladi amisa. Nima? Nasabnoma xato yozilib qopti. Shundoq. Qot yuraklar, meni oldig'idek bo'ldinglarmi? Shohim, men gunohimni tonidim. Nasrdin tez gap qilsangchi. Shohim, o'zlarini desibasizlar. Sizlar xalqni xuddi o'zlarini so'ygandek yaxshi ko'rlar. Har bir puhra sizlarning tuqqanlari. Bu gap yo'lliq bo'ldi. Sizlarni bir qitim kechirib o'tay. Oliya, uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Shohimga ko'p rahmat. Boy, xalqni yana bo'zaq qilishingizga qat'iy ruxsat yo'q. Bo'ladi. Turdi, balam qara. Apam qaytib keldi. Benim oğlum. Appa! Oy Allah oğlum, benim oğlum. Sizlarni bek sig'indim. Ben mi seni ben sevindim oğlum?